Assalomu alaykum jamoat. Mana bugungi obzorimiz kasilka universalniy. Universalniy kasilka. Kasilkani chechib turib boshqa ishni qilsa dag'i bo'ladi. Aslomiy qilatirgan ishi hozirgi sezonda cho'rish kerak bo'lib o'tadi. Bunday aytganda, cho'p sezon boshlandi уже. Kasilka turali ma'lumot berchi, al qanday bo'ladi universalniy degan kishilar uchun. Mana kasilka hozir o'sha turishi. Shu turishi kasilka. Bu kasilkani olayotganda birinchi ma'ni beratirgan jeri двойной лопс. Bu nima ish qiladi? Bu cho'p kirgandan keyin orqa jag'inda tezroq chiqib ketishni yordam beradi. Vertikalniy jatka to'g'risida ma'lumot berib ketamiz. Ammo vertikalniy jatka bu jamboshdagi cho'ptorni chirmash bo'lsa, bizdagi cho'ptor, o'shalarni kesib ketadi, qirqib ketadi. Anan ertang cho'p sezon bitgandan keyin buni qanday qilinadi desa, buni chech olib tashlaydi. Bu yoqqa motoblok qilib ishlatsa bo'ladi. Motoblokni 15 lashadini sila bu yoqda ko'rsatib qo'ygan, mana 15 ot kuchi Euronet firma. Firmasining dag'i ma'ni berib qo'yasizlar. Anan bu yoqda chiqqan yil 2025 birinchi oy. Bu yoqda skoroslari bilan mana ko'rsatilgan polniy skoroslari. Пониженный, повышенный, средний, задний bardigi bor. Kimga kerak bo'lsa, adresimiz Qarasi bozor 6-qator, 2-konteyner. Telefon nomer 0555 55 05 33. Boshqa turda dag'i motobloklarimiz dag'i bor. Kelarasizlar. Alisda bo'lsanglar, yetkirib beruv xizmatlari bor. Biroq dastavka va qanday platniy bo'ladi. Anan ko'pchilik bizda bunday pompa nasoslar dag'i so'ragan kishilar bor. Kimga kerak bo'lsa, qaylisangiz bo'laveradi. Nasoslar dag'i bor. Mana